Assalomu alaykum, sevimli azizlar, kanalımdan yaxshimi obdan turibdamsizlar. Bugun biz yana o'qiyotgan kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Kitobimiz Qiyodagi ovchining Ahuzari. Bu qirg'izlarning dongliq yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan dongliq qozoq shoiri Muxtar Shahonovning suhbati asosida yozilgan bir kitob. Biz oldingi qatimda shu kitobning 4-bobi hokimiyat bilan ro'yat o'rtasidagi ro'yat degan shu bobni o'qib qirg'izlar bilan o'zbeklar o'rtasida bo'lgan bir to'qinishni besiqtirish jarayonini Aytmatovning og'zidan shularni anglagan kelgandik. Davomini o'qishni davom qilamiz. Shahanov shundoq 1995-yili shu madaniyat uyushmasi qurilib, barliq ommaning nomzodlik ko'rsatishi bilan uning raisi bo'lib saylandingiz. Mustaqillik erishgandan keyin o'z oldiga ish ko'rib, burunqi bog'inishlarini uzib qo'ygan adabiyot san'at havaskorlari erkin ozod sirdishib, o'rtaq masalalarda bosh qo'shib gullab yashnashga boshladi. Shu qatimqi yig'inda o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Abdulla Aripov, Aman Matcham, Yoqubjon Xo'jamberdiyev, Ahmadjon Meliboyev, Jamal Kamal, ssenarist Xayrullo Jo'rayevlar bilan didorlashib, Islom Karimov to'g'risida qizg'in paranglashdik. Qalamdosh do'stlarimizning hammasi Cumhuriyet prezidentining salobatlik, farosat egasi ekanligini aytishdi. Darvaqa, bir yil ichida bo'libmi qahatchilik vaqtlarida yozuvchi shoirlarga 50 uy hal qilib berganligi faqat Toshkent shahrining o'zida. Ro'yatni gullantirish qilgan zo'r g'amxo'rlik emasmi? Yo'shirdigan nimasi bo'lsin? Burun har xil apqashti gaplarni to'la anglaganligimdimi Islom Karimovni sirtdan siyosatvoz deb to'nib kelgachga uningdan rozi bo'lmay juratdim. Shu safarimda burun ko'z qarshimni cho'rib tashlab, qarindosh el prezidentiga bo'lgan hurmat tuyg'um uyg'onib qaytdim. Aytmatov Balalik mezgilimda Amir Temur Ko'ragan to'g'risida anglagan bir rivoyat esimda qoldi. Ulug' Amir o'z vaqtida Buxoro bilan Samarqandda bezakchilik ishlarini taraqqiy qildirib, munarlar osmonga taqashgan madrasa masjidlarni ko'plab soldirib, o'qish, bilim markaziga aylantirdi emasmi? Bog'cha va imoratlarning bezilishi shunchalik esil ediki, chet el sayohatchilari nurg'un rivoyatlarni to'qib, og'z-og'ziga tegmay maqtashgan. Ichki shaharni xuddi shuningdek ko'kka ko'targan Shayx Xo'ja Hofizning Şirazdaki Türk kızı süysümendek biçarını, birer idim bir xalığa Samarqand hem Buxarını deb güzel qızga atab şiir yazıp sirttin setvetkenligini uqqan Emir oldimga ep kelinglar bir xalni deb mening qo'shmoq shaharimni beritadigan Eslizodning kimlikligini men bir ko'ray deb g'azablanib jut kezib yurgan shoir debdi g'azablanib Jut kezib yurgan shoir qarsini ko'rsatmabdi. Bir qatim Amir Temur sariyining oldiga chiqib oftob sinib o'ltirsa, "Ov tarafda hopis ketib bordi" degan xabar kelib, Temurning ko'zatchilari qimir qildirmay Amirning oldiga so'rab elib kelibdi. Samarqand bilan Buxoroni setvetmoqchi bo'lgan sanmiding deydi oqsoq Temur haybat bilan. Shu chaqda Xo'ja Hofiz turib, "Ulug' Amrim, barliq boyliqim vujudimda. Boshqani qiyofatimdan ko'rib turibsiz, kambag'al kishi mard keladi. Nozinimning ko'ngli qolmasin deb berib sog'an edim" debdi. Amir Temur qarsa rostli uchistiki jul-jul chapini bilan putidagi yirtiq cho'rqidan boshqa hech nimasi yo'q turgan. Haqiqiy erkaklik, shoirlik xarakter deb kulib ketibdi Amir Temur. Men Amir bo'lsam, sen buyuk shoirsan. Sarayimning to'ri seniki. Qolgan umringni g'am andisiz farog'atda o'tkiz. Ijodiyatingga erkin kirish. Ondan keyin sal turib atrofidagi vazirlarga tikilib turib, podsho shoirlarni izlagan xalq baxtlidir. Ammo shoir podshoni izlagan xalq betalay xalqdir. Buni esinglarda tutinglar debdi. Bir gap bor qo'yliqqa. Unimi beritdi, buni beritdi, voy elinga, voy ani qilib birmi, mani qilib birmi, anda bo'lib ketdi, manda bo'lib ketdi deb. Qo'lida yo'q bo'lgan xiyolidagi narsani beritish nayt oson. Bu yerdami deydi-ku, mening mush putimda eski cho'rqim bilan uchimdagi jul-jul kiyimimdan boshqa hech narsam yo'q. Shunga mardlik bilan ichki shaharni berib deb. Demak, inson til bak muhim narsa. Tilidan yaxshi foydalanish kerak. Tilini go'zallashtirish kerak. Bu tilning qudratidan hayotni baxt saodatga va go'zallikka erishtirish kerak. Shahanov, endi hozirgiga nazar solaylik. 1995-yil yozda Qirg'iz matbuotlari "Voy Aytmatov prezident saylovida qatnashadi ekan" deganda bo'lishchi davransab, el yurtni biroz gangirtib qo'ydi. Sizning Qirg'iz xalqi va butkul turk dunyosi qadr-qimmatingizni bildiganlar, Chingiz uchun qanchalik ishdi u, prezident bo'lsa bo'g'chiligi bor deyishib, apqashli gaplarni o'tning ustiga yog' sepgandek texim ulg'aytibatdi. Bu fikr arsalchilik avjiga chiqishga boshlagan vaqtda Belgiyadan menga telefon berib qoldingiz. El ishida ko'tarilgan davrani sizga aytdim.
Şu çağda siz ötünüp, mening yaqinım, shundaqla Qirg'iz xalqining xolis kishisi qatorida matbuot suhbati uyushtirib, buning amaliyotga uyg'un kelmaydigan so'zlikini eshitsang, bu ikki oraga ziddiyat selishni o'ylab yurgan ba'zilarning insonchilik qilib solgan gapidir balkim dedingiz. Darhol suhbat uyushtirib, Qirg'iz tuprog'ida yomg'irgan bu fitna fasodning kuchayib ketmasligiga sababchi bo'ldim. Keyin Nursulton Nazarboyev menga siz bilan Fransiyada ko'rishganda mushu tema ustida sirlashganligini aytib kelib, Çingiz prezidentlikni nima qilsin, Xudoga shukr, atoq obro'da hech qachon prezidentdan qilishmaydi. U boshqalarning tarqatgan o'sak so'zlari degan edi. Eng avval Cumhuriyet parlamentining a'zolari sizni prezidentlik ko'rsatgan vaqtda uning qo'shilmay, shu o'ringa Asqar Aqayevni ko'rsatganligingizni el yurt yaxshi biladi. Boshdan oxir bu ishning ustida bo'lgan yozuvchi eningiz, hammamizning do'sti, Qirg'izistonning shu vaqtdagi demokratlarning biri Qazat Ahmatov bu to'g'risida mundaq deb bergan edi. 1990 yıldan başlap mening rahbarligimdagi Qirg'iziston Demokratiya Harakati partiyasi parlament yig'inlarida prezidentlik hokimiyat tizimini yo'lga qo'yish taklifi berildi. Bu boshlanish dastlabda hech bir vakilning qo'llashiga erishamagan bo'lsa-mu, vaqtning o'tishiga ergishib bizni qo'llaydiganlar ko'payib bordi. Biroq bizning iltimosimiz shu vaqtdagi Qirg'iziston Kompartiyasi Markaziy komiteti tarafidan qattiq qarshilikka uchradi. Qirg'iziston ayrim cumhuriyet bo'lib ittifoqdan ayrilib chiqadi degan o'y uxlasimi ularning tushiga kirmaydi. Ular kengash ittifoqida birla prezident bor, shu yetishidi. Cumhuriyetlarning har biriga prezident saylashning zaruriyati yo'q deyishib, eng oliy hokimiyat tizginidan ayrilg'isi kelmadi. Shu yil noyabrda o'tkazilgan yig'inda prezidentlik hokimiyatini qo'llovchilar ko'plagan talash tortish natijasida g'alabaga erishib, Cumhuriyetdagi partiya tashkiloti biroz vaqt bo'lsa siyosiy sahnadan yo'qoldi. Prezidentlik ko'zlagan kishilar ikki navbat yuqori ovozga erishamay, parlament siyosiy bosh qaytinchilikda qoldi. Nerber tortishib yig'in 25 vakildan tashkil topgan heyatlar guruhi qurishni qaror qildi. Ichida men bor edim. Maqsadimiz Qirg'iz Jumhuriyatining tunji prezidentligiga kimni ko'rsatamiz degan halqalik masalaning haqiqiy javobini tepish edi. Bizning xulosamizni yig'indagilar zarq 3 kungacha kutdi. Heyatlar guruhidagilar barbara ishga ayrildi. 12 vakil umum xalq kengashini o'tkazayli deb prezidentlikka Cumhuriyetning burunqi rahbarini qo'yishga kuchsa, qolgan o'chkisi bir vakil og'irib qolgan. Yangidan nomzod ko'rsatayli degan fikrni qo'zg'ab, ikki taraf o'rtasidagi da'talash kuchaydi, yana kuchaydi. Siyosiy vaziyatni taqozolik bilan kuzatib turayotgan xalqni xavotirlanadi. Qirg'iziston Demokratiya Harakati partiyasining uyushtirishi bilan Aytmatov prezident bo'lsin deb plakat ko'targan yoshlar atagandan kechgacha yig'in o'tkazilayotgan imoratni qurshab turdi. Oq uyning yanida 140 kishi ochliq e'lon qilib yotdi. Shundaq boshqa tinchlikda qolgan heyat a'zolari prezidentlikqa Aytmatovni ko'rsatayli deyishdi. U vaqtda Chingiz Moskva dedi. Hozir telefon berib chaqirgan tiz kelsin deyishdi. Boshdan oxir ish ustida turganlarning hammasi. To'lomish Okayev barcha Isirboyevlar bilan birga Chingiz bilan xabarlashgan edim. Uyda ekan. Aytgan yangilikni obdan anglagan Aytmatov. Mening prezident bo'lishga tayyorligimmi, ixlosimmi yo'q. Ko'nglingizga ming martaba rahmat. Bu mas'uliyatchanlik kuchli ham sharafli o'rin. Shuning uningga ixtisosshunos, qonunshunos va yeziliklar mutaxassislari loyiq. Yozuvchilik kasbini mansabga tegishkim yo'q. Ko'nglimga pukkan nurg'un armonlarim bor. Shuni ishga oshirsammi bo'lar deb o'zri aytdi. Ma'qulligingizni bildirsangiz bo'ldi, prezident bo'lib saylanasiz dedik. Bu so'zimizni rostli cho'ng reallikni ko'zda tutgan edi. Tutib aytgan. Agar Aytmatov bo'ladi, o'zinglar bilinglar desizlar, parlamentning prezident qilib saylashida qilchi gumon yo'q edi. Siz kimni ko'rsatasiz? Dedik, oxiri ko'nmaydiganligiga ko'zimiz aniq yetgan ekan. Barakalloh, endi aqlinglarga keldinglar, dedi u yumshab. Men prezidentlikqa Asqar Aqayevni ko'rsatdim. U bilimlik, farosatlik, samimiy yigit, pishib yetilsa, texim yaxshi xalq rahbari bo'lib yetishib chiqishi mumkin. Parlamentga sizning nomingizda shunday iltimos qilishga bo'lamdi? Bo'ladi. Parlamentga mendan salom aytinglar. Asqarni saylasa xalqqa o'zinglarga to'g'ri bo'ladi. Asqar bu vaqtda Moskvada Sovet ittifoqi oliy kengashining yig'in dedi. Nima qilishini bilmagan parlamentning 114 vakili donliq yozuvchining bu fikrini uqqanda kulib ketdi. Shuning bilan ikkinchi navbatda nisbatan yuqori ovozga erishgan Asqar Aqayev Qirg'iz Jumhuriyatining tunji prezidenti bo'lib saylandi. Qazatning so'zidan bilinib turibdiki, el yurt va parlamentning taklifidan boshqa tortganligingiz, tug'ma samimiyligingiz, ikkinchidan yozuvchilik yo'lidagi sadoqatmanligingizdir. Ko'rsatayotgandan qani tavakkul desangizlar shu qitim Cumhuriyet prezidenti bo'lib ketishingiz mumkin ekan. Aytmatov. Har ikki kishining qudratiga loyiq chiqadigan ustunlik o'rni bor. Xudo bizga qalam quvvati nasib qildi. O'z yo'li bilan foydalanishni bilsak, so'z boyligi bahosiga yetkil bo'lmaydigan qo'rol. Shaxonov.
Mən Əsqar Aqayev bilan tunji qitim Sovet İttifaqı Aliy Kengashining a'zosi bo'lganimda ko'rishgan. Shu yig'inda uning qaysarligiga haqiqatan qoyil bo'lgan edim. 1986 yil Olmaota shahrida yuz bergan dekabr voqeasini yig'inning kun tartibiga kirgizish kuchab, jon talishib yurgan vaqtim edi. Siz o chaqda chet elda ziyoratda edingiz. Shundoq aldirash vaqtda Imoni Komil Andrey Sakharov burunqi Sovet İttifaqıning atoqli yadro fizika olimi, vodorod bombasining otasi ekan Andrey Sakharov degan. Yanıma kelib bir palataning 4dan biri, ya'ni 68 kishi qo'llab qo'l qo'ysa o'tirg'i chiqarman degan masala muzokarasizlik kun tartib qo'yildi deb aql ko'rsatdi. U bir qancha kun har bir vakilga qo'limdagi 2-3 varaq qog'ozimni o'qitib, har qaysisining og'ziga 4-5 minutdan telmirib, putlarim telib yurdim. Shunday qilib 3-4 kun o'tib ketdi. Shu chaqda dekabr voqeasini o'ttirib qo'yishni qo'llab, Qirg'izistonlik 24 vakilning ishidan qo'rqmay qo'l qo'ygan ikkili kishi chiqdi. Biri Asqar Aqayev, ikkinchisi Talas oblastidan saylangan Keldibek Kerimov degan shofir edi. O'zingiz bilasiz, shofir degan haydab yurgan mashinasining roldan ayrilib qolaman deb qo'rqmasin bo'ladi. Ammo koni sistemaning kuch-qudrati tugagan vaqtda Cumhuriyetlik Ilm-fan akademiyasining boshlig'i bo'lib turg'uliq, shu sistemaga qarshi ko'tarilgan yoshlarning harakatini qo'llayman deb qo'l qo'yganligi Asqarning botir azmatlik edi. Aytmasam, shundoq bir qiliq uchun xizmatni haydalishim mumkin-da. Shuningdan biri madaniyatlik, chiroydan vijdonliligi bilan xushxo'yliq chiqib turadigan bu esil yigit bilan bir tuqqanlardek yaqin aralashib o'tdi. Bu paranglar bo'layotgan vaqtda tabiiy holatda kallamizda bir nim bo'ldi-ku, shu bizningki shunga o'xshaydigan o'zimizningki. Boyadan o'ylayapman-da Abdurahim O'tkir apandini. Hurmatli Abdurahim O'tkir apandi hayotida hech kunning sirg'ini ko'rib boqmay degidek butunlay masalan 1949 dan burun Gomindan turibmizda. 49 dan keyin Kompartiyaning turibmizda. Ta 80-yilga kelgacha hech bir ish tik olmay butun shundoq hayot taqib ostida, qiyin qistoqda, turmalarda yoki shundoq nimalarda o'tdi. Ammo hayotida biz Abdurahim O'tkir apandining ne bir jumlani bo'pti meni majburlagan yoki bo'lmasam shuning qulqiga yiqib qolar degandek yezib tashlaganini bilmaymiz. Endi yozgan iz va uyg'ongan zimin romaniga kelaylik. Bir narsalarni yezish, masalan, bu iqtidori bo'g'ach qilam yoki mushtaq yozolg'ach qilam yoki to'plag'ach qilam deydigan deb o'tadigan bir masala emas. Abdurahim O'tkir apandi garchi 1980lardan keyinmi biz endi azroq bir islohot bo'lib, azroq bir ishlar shu vaqt benafas og'dek yaxshi bo'lib, nurg'un narsa o'tirg'i chiqdi deymiz-ku. Shu chaqdami yana keynidan to'xtamay bu degan pan-turkis, bu degan sharqlik turkistonchi, bu degan andachi, mandachi, ishko'da dumboqchi deb keynidan to'xtamay doklad yozdigan, shundaq nada bir nimasini tutib olsam, mushni beshiqtib olsam deydigan yana oz bo'lmagan dushmanlar keynida bo'lgan. Beshida har vaqt bir to'qmoq mushtaq cho'ygilab turgan. Hech nimaga qaramasdan izni yezish, Abdurahim O'tkir iz romani va uyg'ongan zimin romani yezish bu tarixiy voqeani bilish yoki buni yaxshi ifodalash mahoratli emas. Jonni olqonga ep qo'ygudek, xalqqa mushni bildirib qo'yay deydigan bir jasorat, mas'uliyat va vatan suygisi ketadigan ish. Abdurahim O'tkir apandi mushu buni qila olgan, hayotini nihoyatda muvaffaqiyatli yaşay olgan. Endi bu gap bilqim qanday bo'lib men chiqib qoldi desanglar, shu hozir men da'vatdigu davlat rahbarlarininki yozuvchi shoirlarga bo'lgan hurmati u bu degandeklar haqida gaplar bo'lyapti bu yerda. Endi bizniki shu vaqtida men anglashlarga qaraganda Abdurahim O'tkir apandi bek og'ir kasalmi emas. Bu parangni aniq nada kimdan anglaganimni eslayolmadim. Lekin Abdurahim O'tkir apandi shu nim qilgan vaqtida so'qirchay bo'ladi. Va so'qirchay bo'lgandan xabar tepib bilan bu eng yaxshi doktor va eng yaxshi doktorxonaga o'rlashtirsin deb shu chaqda endi shu eng cho'ng boshda turayotgan rais Madaniyat nazoratining boshqa shu chaqda Yusuf Aysa apandi o'g'imdiki Temir Ahmedlimdo ya Ismoil Ahmed ish qilib hammadan qattiq shu sarasimga tushib eng yaxshi doktor kelsin bundan. Bütün başlıqlar, bütün shu Uyg'urlarning beshidagi başlıqlarning hammasi telefon qilib bu doktorga. Qattinim qolmasin, sallamaza mandaq. Bu doktor qattiq tamtirab, o'diqib ketib, shu operatsiya jarayonida bir yaxshi qo'li titrab shundoq
Bütün başlıqlı beşi dəvəylep turğan ekan. Şuna bolğanmı? Yani əcəl şundaqı. Lekin bu endi rasm yalğanmı? Taza meni anglığanym rast ekan. Müşta bu operatsiyada tügep ketipdi. Ötkürüp men operatsiyaning o'zida emas, balki operatsiya shu taza yaxshi bulunmay qolgan chog'ida. Shunda usti doktor Kento taraf-tarafdan bütün Abnurayni bu bizniki nayti qimmatli kishi. Cho'qim shu sallamaza davolab saqayting deb taraf-tarafdan telefon kelgan ekan bu saqchilar. Voy, saqchi deyman bu, doktorlar. Doktor texmi jiddiylashib ketibdi ekan. Bizdami ashundaq yozuvchi shoirlarning hurmati qilingan. Bizning mana shundaq boy imkoniyatlardan yaxshi foydalanib, xalqim uchun bir ish qivolay, mushuni qivolay, mushta qivolay deydigan shundaq hokimiyat beshidagi rahbarlarimiz o'tgan. Shu nurg'unlagan proyektlar, turlar, masalan, mayli o'qitadigan bilik bo'lsin, Qur'oni Karimning tarjimasi bo'lsin, shu vaqtdagi nashrdan chiqqan, tarjima qilishlari, hadislar, Uyg'urlarning nurg'un tarixiy kitoblari 80 dan 90 gacha bo'lgan arliqdagi shularning hammasida ashula qo'l qo'yib, ma'u bo'lsin, bu yerda muhokama yig'ini o'tkazilsin, ma'ning pul ajratilsin, mundaq qilayli deb erkaklik bilan o'tirib chiqib, ashlarga yo'l ichib tasdiqlab bermasa, shu chog'da yana hammasining yenda birdan shuji bordi. Hammasining yenda taqtaqchisi, yana tek-tekchisi bordi. Ishqib Uyg'urlar isl xalq. Aytmatov. Hozirgi o'tkinchi davr yangidan mustaqillikqa erishgan ellarning prezidentlarini har tarafdan sinamoqda. Qiyinchilik davlatning beshiga mundaq ikki turlik ahvolda tushidi. Biri urush sharoitida, ikkinchisi ijtimoiy tuzilma almashgan mezgilda. Asqarning meni qoyil qilgan mardonligi, qing'roq bilan doshining o'ttirsiga ko'p tushib seniyotsimi, demokratiya keng yo'l ochganligi, so'z erkinligiga qarshi guruhlarning to'solg'usi bo'lgan yerda haqiqat bo'lmaydi. Davlatning siyosiy nishoni qandoq demokratiyani bo'g'ayotganlar kimlar? Qaysimiz davlat boyligi va shaxsiylar mulkiga qo'l tekkizdik? Chet eldan olgan qarz qaysi sohaga xarjlandi? Deganlarning hammasi ochiq oshkora bo'lgani yaxshi. Chunki qarshi taraf xatoliklarga ko'z tikib qattiq sinayotgan bo'ladi. Shuningga qarab o'tkazgan kamchiliklarni tuzatsin. Shahanov. Umuman Aqayev mening qarshimcha olimlik, siyosiyonlik va mardonlikni bir yo'lda birlashtirgan martabasi ustun inson. Ras. Qirg'iz Jumhuriyatining tunji prezidenti bo'lib ishlashga boshlaganda ba'zilar uni yumshoq va shiroish deb ayblab yurishdi. U shu vaqt ichida boshqalarning ziddiga tegmay, yoq yirtishmay xalqni boshqargan bo'lganligini isbotlab berdi. O'z xalqining qadimgi zamonlardan tortib tarixiy, taqdir qismatlarini besh qo'ldek biladigan Asqar har qanday vaqtda suhbat temasini kishilik hayotning o'rtaq orzu istaklari va mangulik falsafiy qaynamlarga opirib taqaydi. Asqar bilan ozroq paranglashgan kishi uning chiroyidan nur tomg'izayotgan xushxo'yligi, ichiga zo'r milliy ruh bilan yo'g'rilgan ziyolilik va mo'l bilim yoshiringanligini bayqamay qolmaydi. Bishkekdagi To'xtag'ul nomidagi madaniyat sarayida mening ijodiyatim uchun maxsus kechilik o'tkazilib, uningga Qirg'izning yosh shoiri O'mirbek Tilaboyev yolqinliq she'rlaridan o'qidi. Shu chog'da zalda o'tirgan Jumhuriyat prezidenti "Mavi yigit shoir bo'lib yetishib chiqdek" deb shoirning ismi otasini yonchuq xotirasiga yezib oldi. Yalt qilgan yangilikni ko'zdan nari qilmay xushallik bilan qo'llashni biladigan davlat rahbariga nisbatan birdan-bir zarur xarakter Asqar Aqayev Qirg'iz she'riyat osmonidan oqar yulduz kabi baltir soqib tushgan yorqin talant Aliqul Osmonovning qabrisini o'z xarajati bilan, ya'ni o'zining topgan qalam haqqi bilan yasamoqchi. Keyingi yillari xalqning san'atga, bo'libmi buning ichida teatrga bo'lgan qiziqishi burunga qaraganda umumyuzlik sovib ketdi. Bundaq bo'lishiga mustaqillikqa erishgan yosh jumhuriyatlarning qahatchilik zarbasiga uchragan mushkul iqtisodiy ahvoli bosh sabab bo'ldi. Qirg'iz Jumhuriyatining xalq artisti Arsen Ömürlayev yetakchiligida Bishkek shaharlik teatrxonasida Yaponiya dramaturgi Mudramun Tikamatsuning Amud Zima nomli dramasini tomoshabinlar huzuriga tayyorlabdi. Sovet ittifoqi mezgilida Yaponiyada bosh konsul bo'lib xizmat qilgan Qirg'iz Jumhuriyatining davlat kotibi Ishanbay Abdurazaqov, Rossiya elchisi Mikhail Romanov, Pokiston elchisi Nazar Abbas, Hindiston elchisi Ram Suvarov, Mukticha va men sahna to'ridan o'rin olib, yangi drama to'g'risida orqa-orqadan fikr berishdik. Biz qarashlarimizni umumlashtirib aytgandan keyin Asqar Aqayev so'z qildi. Chapchib turgan otdek ruhlanib ketganini demayli qo'yayli, prezidentning chunqur tonishi, bilimi va farosatidan haqiqatan aldan qoldik. Aslida Asqar dramani oldirib kelib o'qib chiqqan ekan, hamda asl nusxasi bilan tarjimasini selishtirib tadqiq qilibdi. Isl tarjima qilingan yerlarni alohida tilga ilib, konkret misollar bilan ko'rsatib o'tdi.
Bunun bilan qolmay, Modramun Tikamatsuning yana qandaq asarlarni yozganligi va qaysi tilda e'lon qilinganligini, hatto ularni boshqa yozuvchilarning shunga o'xshash asarlari bilan selishtirib, ujur-bujurgacha tekshirib tahlil qildi. Dramadagi har xil xarakterlik personajlar bilan ularning rolini olgan artistlarning moyilligi, ajoyib moslashishlarini cho'nqur o'y-fikr, fasohatli til bilan bayon qilganida ko'pchilikning hammasi zilzila keltirib chavoq chelishdi. Boshqalarni bilmayman. O'zimning shu qitim hech qanday tayyorliqsizlar uni berib qolganimdan nihoyatda xijil bo'ldim. Aytmatov. Shundoq, Qirg'iz tuprog'ida ko'na hokimiyatga insonparvarlik nuqtai nazari bilan qarashga bo'lganligini isbotlab kelayotgan Asqarga o'xshash inilarning barliq ko'ngillarga bir madad. Inilarning barliq ko'ngillarga bir madad. Muxtar, biz pravillardan boshlagan suhbatimizni o'zimiz qadrlaydigan qarindosh uch davlatning prezidentlariga akilib taqadik. Rahbar bo'lib barliq xalqning ko'nglini o'xshashli tutgan hokimiyat egisini shaxsan men hozirgacha ko'rmabdiman. Demak, Nursulton, Islom, Asqar to'g'risida erishida har xil fikrlarning, ba'zi bir qarama-qarshi ko'z qarashlarning, hatto ko'ngilsiz so'zlarning bo'lishi tabiiy. Biz bo'lsak, ularning hokimiyatdagi dastlabki muvaffaqiyatlariga, ro'yitiga va davlat rahbarlariga xos o'zimiz ko'rgan bir qancha voqealar ustida to'xtaldik. Ko'nglimizdagi ba'zi bir ansirashlarni tizginlab turganimizni yo'shirmayli. Bu yerda bilasizlar, Qirg'iz Aytmatov dunyoviy danglik yozuvchi. Muxtar Shaxonovmi qozoq xalqining danglik shoiri. Bularning o'zining ko'ngil bo'ladigan, o'zi qaraydigan narsa adabiyot san'at haqida bo'ladi. Shunga bu hokimiyatdagilarning adabiyot san'atiga qanday nima qilganligi haqida paranglar bo'lindi. Balkim bu parangni qilg'uchi boshqa bir, masalan, yoki tibobatda va yoki mexanika yoki boshqa sohalarda bo'lgan bo'lsa, balkim bularningki fikr beradigan yoki bularning deydigan nuqtalari shu sohaga aloqador bo'lishi mumkin-di. Shunaqmi? Bu yerda bular o'zininki yana kelib bu 4-bobninki mavzusi hokimiyat va ruhiyat. Bu ruhiyat shundoq adabiyot, san'at, kitob shu sohalar orqali parvish tepib go'zallashadigan narsa-chu. Mukammallashadigan desak to'g'ri bo'lmaydi, go'zallashadigan bir narsa. Men shu Olmaotaga borgan vaqtimda, oldingi yili Olmaotaga berib ikki qatimliq teatrga qatnashdim. Birisi G'uncham dramasini ko'rishga nasib bo'ldi, yana birisi Navo muqomini boshdan oxir to'liq o'rindaldi. Ondan keyin dal yoz mavsumini taqaydiganga o'zim kelib taqal, ondan keyin men qaytib keldim. Ammo shunda hayajonlandim. Meni hayajonlantirgan nurg'un masala bor. Bu yerda har haftada bo'ldigan o'xshaydi, uni hozir aniq bilmayman, lekin Olmaotadagi Quddus Xo'jamyorov shu teatrxonasida G'uncham dramasini nihoyat yuqori saviyada o'rindaldi u yerda-chu. Undan keyin Navo muqomi bir boshlandi. Boshlangan patada 1 soatdan ortiq to'xtamay. Shu sahnada podshoning rolini olib turgan bolaning ismini hozir toza ismga bir demak ta'sirlik bir ism ekan. Shunda xiliq salobati bilan 1 soat masalan bir putini u yoq bu yoq topini yutkab qolgan hech narsa yo'q. O'sha salobati bilan o'tira oldi. Oldida hech ya not yo'q, dirijor yo'q. Bir muqom shundaq 1 soatdan ortiq muqom bek yaxshi o'rindaldi. Men hayajonda to'xtamay suratga olgan bo'ldim. G'uncham dramasimi shunday yaxshi o'rindaldi. Bu birisi shu yerdagi san'atkorlarningki yuqori saviyasi meni xush qilgan bu bir narsa. Ikkinchisi xalqningki, masalan, shuningki bileti hozir to'g'ri ismini qolmabdim. Men hadiya bilan, taklif bilan borgan bo'lgandan keyin men pul to'lab bilet olmagandan keyin to'g'ri aniq ismini qolmabdi, lekin kishilar shu o'maklarni shu qo'llash uchun bo'lsinmi, cho'qim biz doim berishimiz kerak deydigan bir bu ideya meni suyundirdi. Biz o'zimizning san'atimizni, san'atkorlarimizni shu shaklda qadrlaymiz va ularningki izzatini qilamiz deydigan bu narsa-chu. Ondan yana bir narsa, uchinchisi turmushidagi shunday o'tirib operalarni, musiqa, san'at kechiliklarini ko'radigan. Masalan, biz kechki shu telefon yoki televizor undaq kino desimi shu borimiz, kinoni ko'ramiz-ku.
Bundaq opera iliq naq maydonda o'rnanan narsalarni men burun bir ikki qatimda ko'rgan Urumchidagi vaqtimda va u undaq har haftada bo'ladigan bundaq an'anaga aylangandek bir ish emasdi-da endi. Masalan, anaqa bir shaxslarning san'at kechiliklari bo'ladi, u boshqa. Oldin ba'zida nimalar bo'ldi, lekin mana shu Olmaotadagi bu xil san'at an'anasi kishilarning hayotini jimjit o'tirib do'ppilarini kiyib berib o'tirib jimjit soatlab o'tirib ashlarni ko'rib qilgan u sapa, u bir xil ruhini qandoq oziqlantirishni, ruhini qanday beqishni biladigan bir sapachu, shundan ta'sirlandim ish qilib. Bu narsa demak shu balkim Olmaotada men Uyg'urlarning orasida u ko'rgan narsa qozoqlar, qirg'izlar va ulardami shu an'ana demak bor bo'lishi mumkin. Shunga bu yerda shu xil narsalarningki parangi jiq bo'ladi degan gap. Shahanov. Bu ansirashlarimizga Türkmenlar rahbari Sapar Murat Niyazovning hozir hokimiyat yurgizishini to'liq asos bo'lsa kerak. Shaxsiy cho'qinishning elga qanday ziyonlarni olib kelganligini yaxshi biladigan Niyazov shu illatga o'zi berib surkeldi. Hayot turib o'ziga 200 dan ortiq xotir munar tikilganligi tarixdan xabar bor har qanday kishining kulgisini keltirmamdi. Butkul ishlab chiqarish rayonlari, noya, shahar, hatto kanallargacha barliq o'ringa o'z nomida rasmlarni egiz ostirganligini kelgusi avlodlar aytmagandimi, hozirgi zamondoshlari yaxshi ish deb aytdimi? Aytmadi. Prezidentlik nayt az bir qism kishilarga taqdirning ato qilgan buyuk shon shavkat. Ba'zida ular bu yuksak ustunlikka o'zining yetishgan siyosiy yo'lliqi, aql farosati va boshqa zamondoshlaridan bir boldoq ilg'orligi bilan chiqa oladi. Ba'zi jamiyat ahvoli va siyosiy o'zgarishlar ko'pchilik ichidagi olti to'polonchi birsiga el tizginni do'miltib ekilib tutqizib qo'ydi. Buningga ikkimizning tarix batlarini varaqlab aytgan misollarimiz bilan hikoyatlarimiz guvoh. Shahanov. Davlat rahbari mangulik 3 o'lchamni, tunugini, buguni va kelgusini aql tarozisiga tang silib o'lchab turmasa, elning cho'nqur ishonchidan ayrilib qilishi mumkin. Jasurligi bilan meni qoyil qilgan hurmatga sazovor inim Ahmadjon Isimov Olmaota oblastining hokimligiga tayinlanganda u mard yigitkiman. Cho'ng xizmat, yuqori baho, maqtash va izzat hurmatga qiziqmaydigan kishi bizning davrimizda emas, o'tgan asrlarda nihoyat oz bo'lgan. Shu ocharchilik tizimligiga kirishingni umid qilaman deb chaqchaq qilgan edim. Odatdagi namoratlar ichidan chiqqan, aql farosatiga tayanib martabasi yuqori ko'tarilgan Ayoz bey bo'lib turgan vaqtlarda namorat chig'ida kiygan juljul kiyimini saroyning bosog'isiga esib qo'yib, Ayoz holingni bil, chumula yo'lingni bil deb o'tib ketganga salovat aytib, bugungisiga shukr qilib o'ltirdi ekan. Aytmatov. Masalan, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Jizzax oblastiga berish safarida o'zining rasmini alohida cho'ngaytib yo'l bo'yiga ostirib qo'ygan ikki o'zbeshimchi rahbarni vazifasini elib tashlaganligini uqib ichimda suyunib ketgan edim. Shahanov. Maqtashga arziydigan ish ekan. Islom Abdug'ani o'g'li ota-bobosining udumini olgan bo'lsa kerak. Aytmatov. Qirg'izistonning bulung puchqoqlaridan menga doim xat kelib turdi. Xalqning ijtimoiy o'rnining tuvanlab ketganligi, ideologiyalik krizis, insonparvarlik odatlarining nacharlashishi, bularning hammasini hisob tugamas qayg'u-hasrat, oxir tugamas hikoya. Shularning ichida bir xat alayda esimda qoldi. Ko'pdan beri ko'nglimda saqlab yurgan bir iltimosim bor deb yozadi xat egisi. Asos qonunimizga oq tilak, qora tilak degan mazmunni kirgizsak, xalqiga to'hpisi zo'r, jamiyatni olg'a ilgarilatgan, sinoq paytlarida xalqni qiyin ahvoldan qutuldirib chiqqan rahbarlarga demilishga chiqib rohat ko'rdigan chig'ida oq tilak tilayli, oq tilakka erishgan kishi degan sharaf atqini olsin. Ammo butun xalqiga bo'lginchilik sog'an, yomonlik qilgan, hukumat mulkini buzib chachgan, xalqning manfaatiga o'zining shaxsiy manfaatini tegishib etgan, o'zining shaxsiy manfaatini ustun o'rin qo'ygan rahbarga aksicha qora tilak tilayli. U xalqidan qora tilakka qolgan kishi qatori o'zini kamsitib yursin. Odatdagi avval kishi davlat rahbarlarining taqdiridan ashundoq tashvishlandi. Shahanov. Shundaqdimi, siz O'rta Osiyo va Qozog'iston davlatining emas, burunqi Sovet ittifoqi doirasidagi mustaqillik bayrog'ini ko'targan boshqa jumhuriyatlarning prezidentlarini bilasiz. Bu davlat rahbarlarining vujudidan kelgusida xavf keltiradigan qanday xarakterlarni bayqadingiz? Menimcha, unda xavf to'rt turlik. Qancha aytsam, odam bolasi bandig'u. Prezidentlarning ba'zi birlarida man degan so'z ko'p anglanadigan bo'lib qoldi. Chunki atla davlatman degan hayviga o'zgarish turgan gap. Ikkinchidan o'zlarini cheksiz huquq egasi qilib
egisi his qilib o'tkazgan xatoliklarini to'nib yetmay, uni xalq nazaridan yo'shirin tutishga tirishishlar. Demokratiya yo'l qo'ygan davlatlarda prezidentlarning ortiqcha qo'pol qiliqlari qattiq nazorat qilinadi. Masalan, g'arb davlatlaridagi bir zonkning maxsus o'zi ishlatadigan aeroplanni 2 soat saqlatib qo'yganligi sababli parlament muzokirasiga tushib, jarimani to'lashga majbur bo'ladi. Uchinchidan, parlamentning huquq mumkinchiligi va hokimiyat aslalarini taraytib bo'g'ib tashlashga urinishlar. To'rtinchi xavf, haddidan ziyod ko'k ko'tarish va haddidan ziyod xushomadchilikning avj olishi. Bu ikki illatga bosh egmagan cho'qqilar intayin oz. Nima degan bilan yuqorida aytilgan ushshaq-tushshak o'sak so'zlar to'g'ri besilgan qadamlardan yo'q emas. Qirq-qirq jipislashib kelayotgan shu noit xavfli illatlarga taqobil turish yo'llarini tepib, o'shini tizdan yig'ib olsa, o'zlari uchunmi, xalq uchunmi savobli ish bo'lgan bo'ladi. Mana, biz insoniyat jamiyatining eng burungi davrlaridan boshlab 20 asrning oxirgi yillarigacha bo'lgan oraliqdagi ko'plagan hokimiyat egalarining ro'yiti, ko'z qarashi, shundoqla uni ko'z bo'yamchilik ishlari uchun ishlatganlarning xilma-xil taqdirlari ustida o'z tanlashimiz, tushunchamiz asosida konkret misollar bilan suhbatlashdik. Bu suhbatlarimiz mustaqillikka erishgan davlatlarimizning prezidentlarini, davlatlarimizning har qaysi sohasidagi bugun va kelgusining siyosiy arboblarini bir daqiqa bo'lsin o'ylantirishga turtki bo'la olsa, maqsadlarimizning amalga oshganini deb bilaylik. So'zimizning oxirini har qaysi davrlarda yashagan donolarning hokimiyat to'g'risida aytgan ibratlik so'zlari bilan tamomlasak. Pifagor ahmaq qilishni, uyatsizga huquqni ishinib tutqizishning xavfi birdek. Ya'ni bir uyatsiz nomusini bilmaydigan kishiga huquqni ishinib tutqizish ahmaq bir odamga qilish tutqizib qo'ygan bilan barobar deydi. Montesquieu so'z harakatiga qonun va adolat bayrog'ini soya qilib olgan zolimdan ortiq dushman yo'q. Ko'rib turyotimizmi? Diderot zo'rliq bilan turg'izilgan hokimiyat zo'rliqning qurboniga aylandi. Amin. Labrioner favqulodda martaba hurmatga sazovar kishilarning qadr-qimmatini texmi oshirdi, ammo chakana kishilarni texmi osonlashtirdi. Shundoq, taqdir bizning yo'limizni ro'yitidan mahrum qolgan rahbarlar bilan to'qinishtirmag'ay. 10-bob tugidi, 10-bobni saq o'ng'i bo'lib o'qidik. Bek uzun ketdik. 10-bob oxiri tugatdik. Adil va yaxshi noiti ikkili dunyolikni ko'zlagan bir rahbar, bir podshoh shu to'plamga berilgan katta mukofot bo'lib hisoblandi. Bizni shu mukofotdan nisblangan nisb qilsin. Bu keyingi sonlarda o'qishni davom qilamiz. Allohga omonat.